odam olim bo'lishi uchun, qori bo'lishi uchun 3 ta odamni mehnati kerak deydi-ku. 3 ta odam mehnat qilsa, astoydil bo'ladi. Biri u kishini o'zi, o'qiyotgan o'zi, biri ustozi, biri dadasi. Agar tirik bo'lsa deydi. Dadasini mehnati ko'p bo'ladi. Agar tirik bo'lsa degan qoida bor. Ba'zi dadalar o'lik bo'lar ekan. To'g'ri? Ba'zi dadalar o'zi yashanar ekan-da, o'lik bo'lar ekan. Bolasini, o'g'lini, qizini o'qishiga, ta'limiga qarshi bo'lar ekan. Buni o'lik der ekan. Tiriklarni mashaqqatini Alloh biladi-da. Shuning uchun ularga ham bir mukofot aytar. Ajab emaski, sizlarni mehnatlaringiz bilan bo'ldi-da endi bular. Rahmat. Ota-ona yoshligidan musulmonchilikni o'rgatgan, Xudoni yaxshi ko'rsatgan. Ajab emaski, oxiratda ham shu inobatga olinsa. Amin. Biz hammamiz ham o'g'il qizlarimizdan ko'p umidvormiz. Inshaalloh. Ajab emas, o'zimizni amalimizni Xudo qabul qilsin, u hech ishonch yo'q. Sofonlar rahmatullohi alayhi aytadilar. Agar a'molima solsam ko'zimni, sazovori alam derman o'zimni. Agar altofinga boqsam ilohim, umidim ko'p, bag'ishlanga gunohim deydi. Agar o'zimga qarasam, ish shatoq. O'zimni alamga sazovor bo'lsam kerak, do'zaxga tushsam kerak deb o'ylayman. Agar senga qarasam, bunday zot meni gunohlarimni kechirib yuborsa kerak. Meni gunohlarimni kechirib yuborsa kerak, meni jannatga solsa kerak. Agar jannatga solmasa, meni bunaqa qilmas edi. Xo'pmi? Hozirgi zamonda bulardan endi siz qarzdorsiz-ki, sizni o'qitgan ota-onangiz haqida siz ham talabalarni o'qitsangiz. Va otangizga, onangizga shu duoni qilib tursangiz. Robbim, Robbirhamhuma kama robbayani saghira. Robbirhamhuma kama robbayani saghira. Kichkinaligim, buni endi kichkina bolasi borlar biladi-da. Qancha tunlarni bedor o'tkazgan sizni deb. Shuni aytasiz Robbimga, Robbim menga shunday qilishgan edi. Ularning gunohlarini kechirgan, ularga rahm qilgin. Hozir xursand bo'lib turibmiz. Bu sizga o'xshaganlar nafaqat oilasini, balki butun qishlog'ini umidida. Nega? Bir kishi bir qishloqda qori bo'lsa, shu qishloqdagi har erkak, har ayol, har qari, har yoshni zimmasidagi farzni ko'taradi. Shunga bu qo'ni-qo'shni xursand bo'ladi. Xayriyat, ichimizdan bir qori chiqdi. Shuni deb bizni yelkamizdan shu yuk ag'darildi. Chunki hammani zimmasida Qur'onni yodlash bor edi. Buning sababidan bu narsa ko'tarildi. Shunga xursand bo'lib, qishloq xalqi, bu domlalar, bu kishilar mana shu bola bugun qori bo'lgani uchun ota-onasini umraga yuboraylik deyishyapti. Alloh taolo bu ishni tepasida turganlarni ham bolasini qori bo'lishini ko'rish nasib qilsin. O'g'il qizlarni ahli Qur'onlar chiqsin. Sizni sababingizdan ota-onangiz agar muborak zaminlarga oyoq qo'yish nasib qilsa, eng muborak zamin jannat zaminini ham Xudo nasib etsin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Da'wana alhamdulillahi robbil alamin. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Xudoya bu xonadondan o'tganlarni rahmatingga ol. Xosatan bu bobolarni Xudoya gunohlarini kechirgan, yotgan joylarini jannat bog'laridan qilgin. Shu kunlarni orzu qilishgan edi, ko'rish olmay ketibdi. Xudoyo jannatda bularni jamla. Bu Rustamjon qori bo'lishiga sabab bo'lgan ustozlari, din ilmini o'qitayotgan ustozlarni Xudoyo
bundan keyin ham umrlarini oxirigacha islomu iymonu din diyonatda mahkam tut. Adashtirib qo'yma. Bu yo'lda eng buyuk martabalar nasib qil. Ota-onalarini Xudoyo baxt saodatini ko'rsat. Xossatan umraga yuborayotganlarni Xudoyo afv g'ufronika robbana va ilaykal masir ya Allohu akbar. Bering qani? Ko'ring. Bizni qishlog'imizdan bu Mirsaidjon ukamiz tashabbus qilib ajammas inshaalloh xursandligidan Baytullohda yana chiroyli farzandlarni haqqiga duo qilarmikin degan mana Abdumalik buvamizning orzusi edi. Farzandimdan qori chiqsin duo qilinglar deyardi. O'sha duolar ijobat bo'lib mana qishlog'imizda bitta qori chiqib turibdi. Inshaalloh qorimiz nafaqat ota-onasini, bobolarini ham butun zurriyotiniga shafoatchi qori bo'lsin. Mamnuniyat bilan Xudo xolasa bu sertifikatni ota-onalarini jo'natishga topshiramiz. Aka Xudo xolasa shu nomimizdan qabul qilasiz. Xudo. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin.